Amaliy kimlarga? Rastakovgacha edik. Boshlaymiz. Rastakovga. Birinchisi. Shunaqa ikkita bor. Yangi tug'ilgan farzandlarni og'iz bo'shlig'ini tozalash uchun. Mana shunaqa. Bizda yo'q, masalan, Xitoydan topdingizlar bo'ladi. Keyingi narsa bo'lsa, mana rasmda ko'rsatilgandek, hozirda YouTube'da, Instagram'da juda trend bo'lyapti. Xitoyliklar tomonidan qorinni ketkazish uchun vakuum mashqini bajarish uchun foydalaniladi. Buni ham ishlatib, rezultati bo'ladimi, yo'qmi aytaman. Oldindan juda ko'p videolar chiqaverganligi sababli buni qildim. Mana bunda ulaydigan joylari bor. Ishlatib ko'rib, endi rezultatini qorinni yaxshi ketkazadi, to'g'ridan keyin yaxshi ketkazadi deb ko'pchilik xitoylik ayollarni reklamasi chiqarib jasad qilgan. Xitoydan, Turkiyadan, Amerikadan zataklarni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki chiroyli zataklarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegramdan yozib, kursga yozsangiz bo'ladi. Narxlari juda qimmat emas, lekin arzon emas, lekin shunga yarasha ishonchli, sifatli tarzda o'rganasizlar. Kanalimizga o'tgan bo'lsangizlar, o'quvchilarga ishlash jarayonlari, rastakovkalar, tovar obzorlarini qo'yib boraman. Bu shunaqa stildagi sumka. Hozirgi kunda 2025-yilda trend bo'lishni boshladi. Neobычный stildagi. O'zim zakaz rasmini ham qo'yib qo'yaman. Tovari zo'r. Endi shunaqa bu boshqa. Materiali shifonga yaqin naqshlarini ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bu bo'lsa tuxumchali lampa bo'lishi kerak. Kanalimda juda ham qiziqarli, juda ko'pchilik odam zakaz qilib olishga ulgurdi. Oq va rangli variantlar bor. Kimgadir oq rang yoqadi, kimgadir ranglilari. Hozirgi kunda ranglilarining ham turlari juda ko'p. Ichida pul, podstavkasi yo'q degani yurtbiysa har narsa sotadi. Bundan juda ko'p video orqali qilib ishlatib ko'rsatdim. Egalariga yuborishdan burun qo'ygan videolarimni ham qanday bo'ladi. Bunga qanaqa narsalar kerak bo'lsa, yoki o'zingiz uchun, farzandingiz uchun, oilalarga uchun, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, biznesni jihozlashga qiziqsangiz, albatta qo'shib qo'ying. Chunki o'zimizda ham narsalar arzon emas, yaxshi narsani ham bo'lib arzon sotishmaydi. Mana shunaqa badoviy kofta. Hammasini sifati ajoyib. Bu body garderob. Simsizda. Havo o'tkazadi. Keyin oldi zamochkali. Manachalarga zo'r, keyin orqa tarafidan mana bunaqa joylari bor. Shtobi kiyib yetishga ko'pab ketmasligi uchun kerak paytda chiqishadi. Dashmasan bu shim bryuki. Hozirgi kunda juda moda bo'lyapti. Mana shunaqa keng pazonda turadi. Sifati zo'r. Bu bo'lsa qo'ldanmasa. Sifati ajoyib. Kanallarga bor. Narsa solish uchun. Mana ichini ko'rsangiz bo'ladi. Davlan sifati zo'r keladimi, yaxshi keladimi, aldamaysiz. Yana buni yozishadi-ku. O'shalar uchun obzor qo'yib boraman-da. Boshqalarning darji kanalida kimligini ham ko'rmaysiz, o'quvchilarni ishlaganini ham ko'rmaysiz, yozilasizlar. Aldab qo'yadi-ku. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun. Bu organizercha. Telefondan chiqib bo'lyapti. Quroladigan. Mana mini. Mini emas, mana 30 santim 35 santimetrga. Adashmasam. Mana shuni qo'yib qo'yib. Alganaga. Hamma bor. Rahmat. Kursga yozilishdan bemalol yozaverasizlar. Keyin yana bir narsa aytmoqchi edim. Kimlar masalan Amerikadan original kosmetikaga qiziqsa, Amerika kursiga yozilsa bo'ladi. Masalan, men o'quvchilarimga o'rgatdim.
Amerikadan ko'proq tovar zakaz qilish kerak uchun men o'zim narsa sotmayman, zakazga to'plab keltiraman-ku. Uje o'quvchilarimdan o'zim narsa ham sotib oldim, beautydan. Atarini uje ishlatib tugata keldim. Video olaman deb savotim bo'lmaganini hozir aytmoqchiman. Kimdir masalan original kosmetikalar, original parfyumeriyalarga qiziqsa, bemalol kursga yozilsa bo'ladi. 100% original hidi ham yaxshi. Hech kimda yo'qmi ham o'zingiz originalligiga 100% ishonchingiz komil bo'lib, o'zimizdan ancha arzon narxda zakaz qilishni o'rganasiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosing, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.